Bismillahirrahmanirrahim. Bitcoin yuzaga kelishi va ba'zi odamlarning katta boyliklarga va keng hayotga tez ega bo'lishi istagi bilan unga yopishayotgan bir paytda bu pul birligi bilan muomala qilish mavzusiga alohida to'xtalib o'tish kerak bo'lib qoldi. Bu bilan biz bu pul birligi hukmi haqida bir natijaga erishishni yoki natijaga yetishga layoqatli bo'lgan kishilarga yordam qilishni maqsad qilamiz. Yaxshilikda sherik bo'lishda ajr va savob bor. Alloh bizga haq yo'lni ko'rsatishini so'rab qolamiz. Mana shu muqaddima bilan boshlasak. Bashariyat avvalo tovar almashinuvi, so'ng tillo va kumush, dinor va dirham bilan, so'ngra qog'oz pullar, so'ng bankdagi raqamli hisob pullari bilan, so'ngra farazli pullar bilan oldi-berdi qilishdi. Bitcoin mana shulardan biridir. Iqtisodchilar nazdida mashhur bo'lgan narsa bir narsada 3 ta shart topilsa, demak u pul deb hisoblanadi. Birinchisi, sotuvchi o'z tovarining o'rniga uni qabul qiladigan darajada tovar almashinuvida o'zaro qabul qilingan vositachi bo'la olishi. Ikkinchisi, tovarni u orqali narxini belgilay olish imkoni bo'ladigan o'lcham bo'lishi. Uchinchisi, boylikni saqlab turish u bilan imkonli bo'lishi. Faraziy pullar tillo, kumush kabi qo'lga ushlanmaydi va qog'oz pullardek davlatlar tarafidan tan olinmagan. Uni markaziy banklar bosib chiqarmaydi va unga banklar hukmronlik qila olmaydi. Zero faraziy pullar markaziy sistemani sindirishga va banklarni sotuvchi va oluvchi orasida vositachi bo'lishni bekor qilishga mo'ljallangan. Naqdma-naqd ishlatish yo'li bilan uni ishlatayotganlar uning bozorini idora qilishadi, ya'ni P2P yo'li bilan. Bu faraziy pullar xususiyligi va iste'moli osonligi bilan ajralib turadi. Uni ishlab chiqarayotgan va ishlatayotganlar uni faxrlanish sababi deb bilishmoqda, chunki ular dunyo ahli uchun o'zlari pul ishlab chiqarmoqda. Bitcoin hozirda eng mashhur faraziy pullardan, u raqamli unvondan tashkil topgan, elektronik hamyonga boylangan. Har bir bitcoin 100 million satoshiga bo'lingan. Bitta bitcoin sotib olish yoki sotishingizda siz bitcoinni bitta tugma bilan sotuvchini hamyoniga o'tkazasiz yoki sizning hamyoningizga bitta tugma bilan o'tib qoladi. Hamyon bu elektronik ishlanmadir. Bir kishi bitcoinni o'zining hamyonidan boshqasining hamyoniga o'tkazishni xohlagan paytida raqamlik imzoni ishlatadi. Bunda esa 3 narsaga ehtiyoj bo'ladi. Birinchisi pul o'tkazish maktubi, ikkinchisi bitcoinga xos raqam, uchinchisi bitcoinni qabul qilib oladigan kishining adresi. Bitcoinni boshqa hamyonga o'tkazish ishi tamomiga yetmaganida havola bitcoin to'riga keladi va tekshiruv ishiga kiradi. Keyin bu muomala bloklar silsilasiga saqlab qo'yiladi. Bu esa blockchaindir. Bitcoin nomining boshlanishi o'zini Satoshi Nakamoto deb laqablab olgan ismi noma'lum kishining sirli raqamli pullar haqida chiqargan maqolasida ko'ringan. Bu bahsida u Bitcoindagi ishonchlilik unsurlari haqida va aldovdan himoya qilish uchun texnik yo'llarni o'ylab topgani haqida gapirgan edi. So'ng u va Bitcoinda ishlashni rivojlantirgan kishilar bu ishda davom etdilar. Bitcoin narxi 2009-yilda iste'molga $0.1 bilan kirib keldi. Hatto esga olinmaydigan darajada juda arzimas narx. 2011-yilda $35 gacha ko'tarildi. 2017-yil boshlarida $1000 gacha yetdi. So'ng juda tezlik bilan uning narxi oshib $4000 gacha ko'tarildi. Bu 2017-yilning 14-iyul sanasida edi. Bu puldagi oldi-sotdining davomiyligi va ba'zi davlatlar bu pulni rasmiy muomalaga kirgizishligi, uchish biletlari kabi yangi xizmatlar ham bu pullar bilan muomalaga o'tishi, ko'payib borishi va yana elektron oldi-sotdilar, dollar kabi pullarni bitcoinga almashtirish joylari va jihozlarining ochilishi kabi ishlar bitcoinning narxi bu shaklda tez tepaga ko'tarilishiga eng asosiy sabablardan deb ko'riladi. Bitcoinni yana internetdagi saytlardan sotib olish mumkin. Hozirgacha aksar dunyo davlatlari bitcoinni rasmiy pul kabi e'tiborga olmaydi. Lekin Germaniya va Yaponiya kabi ba'zi ozchilik davlatlar bitcoinni pul sifatida ishlatishga rasmiy ijozat berdi va uni pul to'lash uchun bir yo'l sifatida qabul qildi. Bitcoin ishlab chiqaruvchilari har pul almashinuviga qo'yilgan bojlar va muzoraba ishlari va boshqa turdagi muomalalardan qoladigan foydalardan o'z foydalarini chiqarib olishadi. Bitcoin ba'zi ko'p tarmoqli oshxonalar, bozorlar va elektron bozorlarda ishlatiladigan pulga aylandi.
Bu pulning xatar va salbiy taraflari ham bor. Masalan, Bitcoin narxlari tez tushib ketishi mumkin. Bu elektron hujumlar, xatarli viruslar tarqalishi, katta Bitcoin savdo markazlarining yopilib ketishi kabi ishlar bunga sabab bo'lishi mumkin. Chunki nima bo'lsa ham Bitcoin programmadir. U faqat matematik raqamlardan tuzilgan programmadir. Tabiiyki shikoyatlarni ko'tarib chiqiladigan taraf ham yo'q. Bu pul butun dunyodagi ishlatuvchi va programmistlar orqali boshqariladi. O'zlariga bir jamiyatni qurib olishgan va bu pul bilan ishlab kelishadi. Bitcoin to'ri ochiq to'rdir. Har qanday programmist yangilik chiqarishi, rivojlantirishi yoki odamlar uni ishlatib turgan programmalarni o'zgartirishi, qo'shimcha qilishi mumkin. Lekin tabiiyki bunga katta mehnat va ixtirochilik kerak bo'ladi. Bitcoin bilan ishlashlik bir necha xatarlarni ichiga oladi. Birinchisi, u aksar davlatlar va umumiy banklarda tan olinmagan. Ikkinchisi, shubhali, jinoiy ishlarda va pul yuvishda uni ishlatishlik juda osonligi. Uchinchisi, uning qiymatida qisman noma'lumlik va majhullik bo'lgani va narxini juda tez sakrab turishi. Xatarlar ro'yobga chiqadigan holda garchi hozir uning narxi yuqoriga uchib ketayotgan bo'lsa ham, baribir tezlik bilan yana tushib ketishi ham mumkin. Bu pulning tarixida mana shunday sakrashlar hosil bo'lgan. Endi bu pulning shar'iy hukmi qanday bo'ladi? Bu mavzu juda katta mavzu va u yangi paydo bo'lgan masalalardan. Bunga o'xshash masala bitta majlisda yoki bitta shaxs tarafidan hal qilinishi mening qarashimcha qiyin bo'ladi. Bu mavzuning fiqhiy yig'ilishga yoki fatvo idorasiga ehtiyoji bor. Lekin bu mavzuda xulosa qilishga yordamchi bo'ladigan ba'zi ishoralar bor. Bitcoinga nisbatan fiqhiy hukm bir necha narsalarga asoslanadi. Birinchidan, u tovarmi yoki boshqa qog'oz pullar kabi bir pulmi? Xo'p, unda pulning ta'rifi nima? Narsa qachon pulga aylanadi? Pul degan narsani tabiati qanday bo'ladi? Bu hozir programma, tillo emas, kumush emas, qog'oz pul ham emas, hissa ham emas. Bu programma, matematik raqamlar. Imom Molik aytganki, pul bu har qanday odamlar rozi bo'lgan va uni o'zaro oralaridagi muomalada pul qilib olishgan narsadir. Tabiiyki ular pul deb eritib chiqargan metallarni aytishgan. Mana shunday narsalarning barchasi garchi terilardan yasalgan bo'lsa ham tillo va kumushning hukmini oladi. Bu gaplar Mudavvana kitobida bor. Ibn Taymiya rahimahulloh pulning umumiy chegarasi yo'qligini, uning chegarasi odamlarning iste'moli va istilohlariga qaytishini aytgan. Katta ulamolar hayoti qarorida pulni odamlar odatida yoki istilohida oldi-berdida vositachi sifatida umumiy qabulga ega bo'lgan har qanday narsa deb ta'rif berilgan. Hozirgi ulamolardan Bitcoinni joiz emasligida qaror berishdan to'xtagan, lekin Bitcoindan zakot nisobiga ega bo'lib, bu puliga bir yil aylangan kishiga zakotni vojib deb aytgan kishilar bor. U haqida, bu uning egasi u bilan boy bo'ladigan mol emasmi? Undan meros olinmaydimi? U bilan sotib olishga qodir bo'ladimi? Demak, undan zakot vojib bo'ladi deyishgan. Bunday qarorga borganlar ichida Shayx Abdurahmon ibn Nosir Barrok hafizahulloh ham bor. Ba'zi bahs qiluvchilar naqd qog'ozlardagi pullik kuchi odamlar unga o'rganishi va unga bozor qiymatini berishidan kelib chiqadi deb aytishgan. Tillo va kumushda bundan farqi bor. Naqd qog'oz pullar bilan tillo kumushni nima farqi bor? Tillo va kumushning zotiy qiymati bor. Lekin dollar, riyol, junayx kabi bu qog'oz pullarning qiymatlari qayerdan paydo bo'ladi? Bu qiymatlar uni ishlab chiqqan hukumatlar yoki markaziy banklar tarafidan pul sifatida tan olinishidan yoki odamlarning u bilan muomala qilishga kelishib olishlaridan kelib chiqadi. Shunga ko'ra, odamlar boshqa pullarni ishlab chiqarishga kelishib olishsa, u bilan muomala qilishsa, uni tan olishsa, demak bu pullar ham pul hukmini olishi mumkin. Lekin ba'zi bahs qiluvchilar aytadiki, bu faraziy pullar faqatgina raqam va ishoralardan iborat. Juda tezlik bilan zoya bo'lib ketishi, katta boyliklar yo'q bo'lib ketishi, aldov va zararlar kelib chiqishi mumkin deyishadi. Buning muqobilida turgan kishilar, bu programmalar faraziy emas, balki haqiqiy narsa. Bu programma orqali paydo bo'lgan pullar o'zlarini isbot qila oldi yoki isbot qilishni boshladi. Unga bo'lgan ishonch, odamlar uni qabul qilishi borgan sari kuchayib bormoqda. Shuning uchun ham bu pullarning yaxshi tanilmagani sababli fiqh egalari uni harom degan bo'lishliklari tabiiy holat. Chunki bunda aldov bor deyilgan. Bu yana aksar davlatlar uni qabul qilmaganligi sababli unda
katta xatar bor deb bilganligidan yoki unga ishonch va suyanish zaif bo'lganligidan va yana u bilan muomala qilishda qimor o'yinlari borligidan kelib chiqqan. Keyinchalik ommalashib o'zini xalqaro miqyosda isbot qilganidan keyin hukmlar o'zgaradigan bo'lishi mumkin. Tabiiyki biz musulmonlarning hukmlarni bilishda qaytadigan madrasamiz Allohning kitobi va rasulining sunnatlari hamda yangi paydo bo'lgan ishlarda ulamolarning fatvolaridir. Bitcoin ham mana shunday yangi chiqqan masalalardan. Alloh taolo agar bilmasanglar ahli zikr, ya'ni bilgan kishilardan so'rang deb marhamat qilgan. Ahli zikrlar kitob va sunnatga qaytib, bizga hukm nima ekanini aytib berishadi. Bu ba'zan ochiq dalillar bilan, ba'zan qiyoslash usuli va ijtihod yo'li bilan bo'ladi. Islom barcha yangi paydo bo'ladigan narsalarni qamrab oladigan dindir. Shariat buyukdir. Barcha yangiliklarga yetarli hukmlarni berish uchun kengdir. Ijtihod qilishga qodir bo'lgan kishilarga bunga o'xshash yangi ishlarda hukmlarni bayon qilib berishlari vojib bo'ladi. Bu vazifaga turganlar hujjat bilan gapirishlari shart. Bunga o'xshash katta masalalar fiqhiy majmualar, fatvo idoralari, oliy ta'lim izlanishlar majmuasi kabi dargohlar bilan jamoaviy fatvoga ehtiyoji bor. Shu bilan birga ularga bu masalani tushuntirishda texnika mutaxassislari, iqtisodchilar va bundan boshqa bu ishda ularga yordam beradigan kishilar ham qatnashishlari kerak bo'ladi. Alloh taolo yaxshilik va taqvo yo'lida bir-biringizga yordam qiling deb marhamat qilgan. Bitcoin haqida kelgan savollarda Bitcoinni yaxshi tasavvur qilishga yordam beradigan narsalar bor. Bitcoin chiqarilishi tugaganidan keyin uning kelajagi qanday bo'ladi? Bitcoin uni chiqarganlar tarafidan aytilishicha 21 milliontaga cheklangan holda chiqarilgan. 2017-yilning 15-avgustigacha 16 million 508 ming 888 Bitcoin ishlab chiqarilgan va muomalaga qo'yilgan. Yana boshqa Bitcoindan tashqari elektron pullarning kelajagi qanday bo'ladi? Bitcoin yolg'iz emas, yana boshqa 60 dan ziyod Ethereum va boshqa elektron pullar ham bor. Ethereum ham hozir yuqoriga chiqmoqda. Yana boshqa mashhur bo'lmagan, odamlar uni iste'molga olmagan pullar ham bor. Chunki hozir faraziy pullarni iste'molga kirgizishga harakat qilish eshigi ochiq bo'lib qoldi. Hozir 100 dan ziyod faraziy pullar bor. Odamlarni o'z pullarini ishlab chiqarishga, uni ro'yobga chiqarish, vasiyatlar pullari, vaqf pullari, yetimlar pullari, xayriya pullarini mana shunday faraziy pullarga aylantirib qo'yishlik joiz bo'ladimi? Bu shar'an sustkashlik va omonatni zoya qilishga kiradimi? Faraziy pullarga ushlanish yoki tegish degan narsalarning ta'siri bormi? Chunki bu pullar ushlanmaydi. Bu ba'zi belgilar bilan ta'bir beriladigan tasavvurdagi xayoliy pulga o'xshaydi. Bundan tashqari Twitterda shaxsiy hisobimizda bundan ham ko'proq ma'lumotlarni to'plab qo'yganmiz. Rivojlanishlar hali oldinda. Izlanuvchilar bu mavzuda yana ko'proq izlanishlari kerak. Hozircha bu mavzuni ochganimiz kifoya va bu uning hukmiga taalluqli ba'zi taraflarga yetishlikka tayyorgarlik bo'ldi. Hozir mavzuga qat'iy javob berish vaqti emas, lekin natijaga yetishdan oldin unga muqaddimalar kerak bo'ladi. Allohdan bizga haqni haq deb ko'rsatishini va unga ergashishni va botilni botil deb ko'rsatishini va undan cheklanishni nasib qilishini so'rab qolamiz. Birodarlarimizga dunyodan zohid bo'lishliklariga va shu bilan birga to'g'ri va muboh bo'lgan fursatlarni g'animat bilib foydalanib qolishlarini nasihat qilamiz. Sizlar bilan suhbatda bo'lganimdan mamnun bo'ldim. Sizlarni Allohga omonat topshiraman. سعدت بالحديث إليكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Videoga like bosib, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang va albatta kanalimizga a'zo bo'ling.